Sizni o'g'zingiz ilonnikidek katta ochilib ketishini bilarmidingiz? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men bugun chess blok kartasini o'ynab, o'zimni dunyoyimni shunchalik kuchaytirib yuboramanki, sizni o'g'zingiz hatto ilonnikidek katta ochilib ketadi. Barchaga salom bolalar, sizlar bilan men Flux bo'ladi, sizlar charchamayapsizlarmi? Короче, biz kartani o'rnatib oldik. Xo'p, endi ichga kirib o'ynashimiz kerak bo'ladi. Bolalar o'zingizlar yaxshimisizlar? Xullas, bolalar videoni boshidan videoga bir like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki men tezroq uppercut bo'lishim kerak. Sizlar yordam berishinglar kerak bunga bolalar. Hop, o'sha kartani ichiga kiramiz. Okey. Nimagadir atmosfera g'alati. Hop, ajoyib nimagadir g'alati, bulutlar yo'q, oba sonda yaxshi. Oho, buning ichidan shuncha narsalar va bularni olib olamiz va joyimizni kattalashtirib olishimiz kerak. Okey. O'zi sekund ish bitdi va bu hamma narsalarni olib olishimiz kerak va keyingi sondiqqacha bizda 20 sekund vaqt bo'lar ekan. Mayli, bu yoqdan kerak emas narsalarni tashlab yubordim. Okey, bo'ldi. Endi sondiqqa kerak narsalarni solib qo'ydik va yangi sondiq paydo bo'lgan. Xo'p, bu sondiqning ichidan narsalarni hammasini olib olamiz. Xo'p, okey, hammasini olib olamiz. Xo'p, yana biroz joyimizni kattalashtiramiz bolalar. Hop, undan oldin okey, bo'ldi. Faqat birozgina anaqa yetmay qoldi yer bloki. Mayli, xo'p, bu yoqdan bir dona versak yasaymiz. Xo'p, okey, versakni qo'yib olamiz va bir dona tapor, hop, okey, bir dona kirka. Xo'p, bo'ldi. Bolalar bizda kirka bor. Endi biz mana bunaqa sondiqdan chiqqan toshlarni olib, kirkada buzib chiqishimiz kerak va bo'ldi bolalar, bizda toshli kirka ham bor va endi mana bunaqa ko'mirlarni buzib chiqamiz. Okey. Yana biroz narsalar qo'ydim va shularni ham buzib chiqishimiz kerak va temirlar, bularni ham olib olishimiz kerak bo'ladi. Okey, bularni ham hammasini o'sha buzib olib olamiz. Xo'p, temirlarni yondirgani qo'yib qo'yamiz. Hop, okey, bo'ldi. Bu yerda bu sondiqni buzib qo'yishingizdan chiqqan ekan bolalar. Xo'p, buni buzib olamiz. Bo'ldi bolalar. Men bu yerga sondiqqa narsalarni joylashtirib qo'ydim va bu yerga men qolgan joyni taxtada davom ettirmoqchi bo'ldim, chunki boshqa yer blokiga chiqmadi. Hatto farqi yo'q, biz bu yerga qo'ymaymiz va biz bola bu yerga mana bunaqa nima desam bo'ladi, mana shu ko'mir, temir yoki almos shunga o'xshagan narsalar qo'yib chiqishimiz kerak va qo'yib chiqib ham bo'ldi, ko'rib turganingizdek. Xo'p, okey, endi biz nima qilamiz? Xo'p, bu yerdan sondiqlardan narsalarni olib olamiz. Okey, hammasini. Xo'p, okey, o'sha hammasini olib oldik. Pashti o'sha joyimiz ham to'lib qoldi va bu yerga yana biroz resurslar qo'yib qo'ydik. Xo'p, albatta chiroyli ko'rinadi va siz videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying, chunki men tezroq bir ko'rmoqchiman. Xo'p, mana yana bitta sondiq va bularning ichidagi narsalarni ham olib olishimiz kerak. Ancha yaxshi narsalar beryapti. Xo'p, mayli, bo'ldi. Endi bularni boshqa sondiqqa ko'chirib qo'yamiz. Xo'p, okey. Hop, bo'ldi bolalar va men biroz joyni kattalashtirib chiqmoqchiman yana atrofini va o'sha kattalashtirib ham bo'ldim va endi tepaga qaratib mana bunaqa blok qo'yib chiqmoqchiman. Balkim tepasini ham yoparman. Hop, okey, bu yoqdan ham. Hop, okey, o'sha bu yoqdan ham va bu yoqdan ham. Bo'ldi, o'sha to'rtta tarafdan qo'yib chiqib bo'ldi va jinursan. Jinursan. What the fuck is this? Mayli bola, xullas. Tushib ketib qolding. Mayli, xo'p. Bu yerdan narsalarni olamiz. Xo'p, yana bu yerga solib qo'yamiz narsalarni. Xo'p, bu yerdan yana narsalarni olamiz. Okey, bu yerda oltin olmalar. Yaxshi. U o'sha daraja ko'taradigan damlama ham beribdi. Xo'p, buni o'zimizga kerak bo'ladi, ishlatib olishimiz kerak. Xo'p, okey. Bo'ldi, ishlatib oldik. 17 daraja bo'ldi. Xo'p, bu ancha yaxshi. Xo'p, yana bu yerga narsalar joylashtirib olamiz bolalar. Xo'p, siz mana kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Xo'p, okey. Nima qilamiz? Endi bu yerga bitta sondiqlarni qo'yib chiqamiz. Xo'p, bo'ldi. Bu yerdan yana narsalarni olib olamiz. Okey. Hop, bu shuncha narsalar. Endi bular qayerga sig'dirman? Ko'p kerak emas. Okey, bu yerdan ham bitta narsalar. Bo'ldi, bularni ham olib oldik va bolaman uy qurmoqchiman. Buning uchun menga bloklar kerak bo'ladi. Ko'ramiz qaysi bloklar bor va biz qaysi bir bloklar ishlatamiz. Men bolalar uyim atrofiga va ko'prik uchun prismarium blokini qorasini ishlatmoqchi bo'ldim va bizda 64 ta bor ekan, ya'ni bir stak bularni ishlatib olamiz. Okey. Uyimni qurib bo'ldim, uyimni tagini xo'p, endi uy qursam bo'lgan. Albatta chiroyli bo'ladi va bambu tog'a kelib qopti. Aytaylik, bizga hech narsa sotmas ekan, kerakli.
jin ursin. Mishkaga qo'lim tegib ketib qoldi-da, ukam o'ynab turdi. Hammalar u ozgina qoldi lekin tushib ketib qolishimizga. Xo'p, mayli. Bu yoqdan sandiqdan narsalar yana totem beryapti. Hammalar okey va bu yerga ko'chirib qo'yamiz. Hop, bu yoqda bo'ldi. Nimalar? Jin ursin. Creeper narada? Jin ursin. Narada skeletni hozir o'ldirib qo'yadi. Bu mana qochish kerak. Jin ursin. Bo'ldi, men buni hozir boplayman. O'zingizlar ko'rasizlar вообще ortiqcha izvasiq tashashdilar. Xo'p. Sekin oldirog'iga boramiz. Okey. Men bu creeper qo'shib tursa sherga tendim qo'yardim. Hammalar shuncha qurganib ketadi, lekin bular albatta o'lishadi. Okey, tendim qo'yamiz va redstone block. Okey. Sog' bo'lasizlar. Qani? Okey, creeper uchib ketdi, lekin qurgan narsalarim baribir bo'ldi. Hammalar lekin nima qilardik? Boshqa iloji boshqa quramiz. Xo'p, men bu yerdan torch olsam, hammaga qo'yib chiqib olishim kerak. Okey, bola hammaga qo'yib chiqdim. O'sha yorg'am tushyapti. Endi men zombilar spam bo'lmaydi. Kechqurun ham. Hop, endi biz almazdan full barani va full o'zimizga kerakli topor va kirka olishimiz kerak. Bularni hammasini chopib olamiz. Bilmadim kirka nimaga kerak, lekin bitta topor, yana bitta kirka esa olaveramiz. Balkim qachondir kerak qolar. Xo'p, mayli. Bo'ldi va bitta mana bunaqa brand yasa olamiz. Okey. Bo'ldi, menimcha qolganiga yetmaydi almas. Bo'ldi, men bunaqa enchanted booklarni ishlatib ko'rmoqchi edim. Lekin mayli. Xo'p, mana anaqa gravel mayli ishlamadi. Men to'rishmayman. Sizlar mana shu enchanted booklarga tushunsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar, qaysi kitob nima qilib beradi va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Okey, ushbu video cho'tga ketyapti. Biz ancha kuchayib oldik, resurslarimiz ham bor va mana qo'yishni nether bloklar chiqishni boshladi va mana oltin va qanaqadir disklar. Bo'la end portal. Yaxshi. Mana bunaqa endi mana bunaqa blok anaqa beryapti ekan, sonda emas, ya'ni o'sha nomini bilmayman. Ichida elitra. Ajoyib ekan enchanted book, ilibraniya. Xo'p, mayli bo'ladi. Olamiz, uni oldin o'zimizning inventarimizni bo'shatib olishimiz kerak, bola. Xo'p, bular hammasini mana bu yerga qo'yib olamiz va bo'ldi, o'sha biz end portal yutsa bo'ladi, nimalar bo'lar ekan. Mana bu blokdan qurib ketaveramiz, hammalar hech narsa qilmaydi. Okey, mana bu bitta qo'yamiz. Jin ursin, axir buni menga portal yonadi deyishganda, hammalar jin ursin. Biz bo'lsa bitta zajgalka istaymiz. Okey. Zajgalka bor edi, adashmasam. Qani? Bo'ldi, bola zajgalkani topib keldim. Hop, o'zimga kerakli narsalarni ham oldim. Jin ursin, ko'kon organ isi yo'q. Hop, bo'ldi, o'sha portal yondi. Hozir bitta narsalar bor, topib olishim kerak. Okey. Bo'ldi, endi portal yo'taveramiz. Okey, ko'ramiz portal ichidan o'ladi. Jin ursin. Ozgina qoldi o'lib ketishimga. Aytgancha biz chest blokdamiz, lekin buning ichidan narsalar bo'lishi kerak edi menimcha. Men piglinglar bilan urushib mining qilaman deb o'ylagandim. Mayli, endi ichiga o'tib ketaveramiz, o'zimiz olamizga. Boshqa ilojimiz yo'q. Xo'p. Jin ursin, o'sha tarafdan yurarmidik. Boshim aylanib ketdi. Xo'p. Mayli, stop. Bola nimaga sandiq? Sandiq spam bo'lmayapti. Nima sandiq spam bo'lmayapti? Jin ursin, bola shu bilan mana shu karta tugabdi, bola. Bu Telegram kanalimda bo'ladi. Link